Ayolimizga tekshiruvlarni o'tkazib, erozion kuydirish jarayonini amalga oshiryapmiz. Ayolimiz mendan so'rayaptilar, ikkitagina farzandimni yana farzand ko'raveramanmi, hech qanday xalaqit bermaydimi deyaptilar. Mana shu homilaning bo'lmayotganligiga ham eroziyalar borligi juda katta sabab bo'ladi. Sababi aynan o'sha joyda shilliqning ko'payishi natijasida o'sha tushgan spermatozoidlarni to bachadonning ichiga kirib, bo'shliqqa yetib borguncha, ya'ni qorin boshlig'iga tushib yetib borguncha vaqtni nima deydi, ularda harakatini cheklab qo'yadi, mana shu narsa kirishiga to'sqinlik qiladi. Shu sababli Xudo eson-omon yetkazsa, balki mana shu jarayonimizdan keyin homilador bo'lishlari ham yaxshilanib ketishi mumkin. Shunaqa ayollarim keldi, eroziyani qilganimizdan keyin, kuydirganimizdan keyin doktor oyog'imda, qo'limda, belimda og'riq bor edi. Hattoki o'sha narsalarim ham yo'qoldi.